Salom do'stlar, mana bu mening kanalimdagi ilk yangi video. Kanalımda Muhajinov bugün FC Mobile oynadı. Draftlar açıp Open Pack video qilamiz. Shunda qani boshladik. Qo'llab-quvvatlashni unutmang. Like va podpiska ishdan chiqmasin. Hozir esa bizga berilayotgan sovg'alarni olamiz. Yine internet yaxshi ishlamayapti. Bilasizlar, hozir yine FC Mobile'ga sizdan keldi. Shuning uchun biz sovg'alarimizni olamiz. Agar videoda biroz noqulay tovushlar bo'layotgan bo'lsa uzr. Video olishga yaxshi o'ylamas edim. Bu yerdan yana draft paketlarimizni sotib olamiz. Bunda Open Pack videoni boshladik. Birinchi bo'lib mana pakdan ochamiz. Charlton, James, Doku yaxshi o'yinchilar kelgan. Bu pakda yurmadi. Paraguay, Almiron. Yaxshi. Endi esa bu yerdan Gutti bo'linib o'tib, birozgina ochamiz. Bu yerda Yaponiya, Sibir, Limonati, Vatanade. Yaxshi. Endi Jameslarga ochamiz. Bu ham yurdi. Portugaliya, SB, Portu, Ruben Dias. Open Pack video zo'r bo'lyapti. Deyarli hammasi yurayotgan edi. Afsuski buyurmadi. Vad. Yaxshi. Afsuski yurmay qoldi. Agar noqulay ovozlar kelayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Aytganimdek, video olishga noqulay joydaman. Yurmadi. Mana ozgina James top yana bittaga yetadi va bu yurdi yaxshi. Gana, SB 115 sevdi. Open Pack yomon bo'lmadi-ku, lekin biroz omadli ham bo'lmadi. Ko'rayotganingizdek, sostav over 123. Bu sostavni yangilash kerak. Va endi Sharpsga o'yinchilarni berib olamiz.
Ularni hech qaysiga kerak bo'lmaydi. Ozgina yetmayapti. Biz esa bu yerda mavzudaniyalarni bajargan holda bajarishga harakat qilamiz. Mana men sostavimdagi keraksiz bo'lgan pozitsiya o'yinchisini sotib, menga kerakli o'yinchini olishga qaror qildim. Ko'rayotganingizdek 3 ta kuchaytirilgan 117 o'yinchi. Buni o'rniga biz yaxshiroq 119 kuchaytirilmagan o'yinchi sotib olamiz. Bu esa Sherich. Juda ham yaxshi o'ynaydi. Angliya, Seti, Kumir. Va bu Sherer. Yaxshi, endi buni sostavga qo'yamiz. Ko'rayotganingizdek boshqa botroq o'yinchi qo'ydim va uni sotdim va qo'yamiz. Ular oshdi. Juda ham yaxshi. Endi trening. Hozir 1 daqiqa. Trening o'yinchi beramiz. Mana treningga 30 qilamiz endi. Va 30 bo'ldi. Endi kuchaytiramiz. Rankoplar yetadi bizga. Biroz noqulay bo'lyapti. Hozir video chiqarishga noqulay dedim. Mana oxirgi kuchaytirdik va treningga skilllarni beramiz. Dribbling beramiz. Va passing scores beramiz. Ular yaxshi. Va mana sostavning holati juda ham zo'r va yaxshi sostav. Mana ko'rib turganlaringizdek video tugadi. Like va podpiska bosishni unutmang. Hammaga rahmat.